121 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Ar-raculu ala dini khalili, felyanzur ahadukum men yukhalil." Her bir adam özünün en yakın dostunun dinida. Şunlaşqa her biringlar kim bilan dost boluyatqanliginglarga diqqat qilinglar. Haqiqatda yaqin do'stlar bir-biriga nihoyat cho'ng ta'sir yetkazadi. Yaxshi axloq taqvodorlikda bo'lsin yoki yomon axloq va buzuqchilikda bo'lsinmi. Alloh taolo Qur'onda mundaq deydi: "Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Taqvodorlardan boshqa barliq do'stlar qiyomat kuni bir-biriga dushman bo'ladi. Qur'oni Karimning boshqa oyatlarida mundaq deyilgan: "Va yawma ya'addu az-zalimu ala yadayhi yaqul ya laytani attakhiz ma'ar rasuli sabila." Şu kuni haqiqatni qabul qilmagan zolimlar o'zining qo'llarini tishlab, "Voy Xudoyim, Allohning elchisining kaynidan erishgan bo'lsam-chu" deb pushaymon qiladi. "Ya vaylata laytani lam attakhiz fulanan khalila." Voy Xudoyim, isit palonchi bilan do'st bo'lmagan bo'lsam-chu. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Manga haqiqat yetkanda u do'stim meni ozdirib, Allohning zikridan jiroqlashtiribdi. Shayton insonga hech bir yordam ko'rsatmaydi ekan. Shunlashqa har birimiz bugungi kunda nihoyat cho'ng diqqat qilishimiz kerak. Kim bilan do'st bo'layotganimizga, bolalarimizning kim bilan do'st bo'layotganiga va u do'stlik bizni Alloh taoloning zikriga yaqinlashtiryapti yoki jiroqlashtiryapti. Baxtga qarshi bugungi kunda cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, er bo'lsin, ayol bo'lsin, ko'plagan odamlarning eng yaqin do'sti Instagram, TikTok, YouTube ve şunun o'xshash odam bolasining nomusini yo'q qiladigan programmalar bo'lib qoldi.